Assalomu alaykum. Mehribon Rabbimning mo'mina bandalari. Mana men ishxonam oilaviy hotelni yonidaman. Yunusobod 11-kvartaldaman. Qizimni bolalar kuniga aylantirgan olib keldim. O'tib ketgan bo'lsa ham. Toshkent juda go'zal shahar. Hayot qaynaydi Toshkentda. Sizlar ham oilaviy kelib, bizni oila hotel mehmonxonasida dam olib ketinglar. Bu oilaviy. Oila, farzandlar, er-xotin kelib, xonalarimiz shunga joylashgan, oilalarga moslashgan, farzandlar bilan er-xotinlar Toshkentni aylanib, farzandlarni davolatgani olib keladi, chet ellardan, Qoraqalpoq, Xorazm, Nukuslardan keladi. Shu yerda klinikalar bor, ayollarga ham, bel og'riqlari, oyoq og'riqlariga, farzandlariga klinikalar bor. Bizda oilaviy hotel mehmonxonamizda turib, bular 2 kun, 10 kun, necha kun lecheniya olishsalar, shu yerda balki er-xotinlar aylanib ketadi, tug'ilgan kunlarni, Toshkent City'larni tomosha qilgani kelishadilar. Bizning mehmonxonamiz oilalarni qabul qilamiz. Bag'rimiz ochiq, kelinglar. Yunusobod 11-kvartalda. Hammalaringni kutib qolamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Inson ozgina o'zini o'ylab, sayohat, ozgina chekkaga ham chiqish kerak, ish bo'laveradi. Farzandlarni olib kelib citylardan, chiroyli attraksion bog'larda, san'at saroyida, konsertlarda aylantirib ketinglar. Romantika qilib yashash kerak.